Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali shokoladli tort o'rganamiz. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarning hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Bugungi videomizda judayam mazali shifon biskvitli tort o'rganamiz. Biskviti ham judayam mazali, mayin, yumshoq, sochli bo'ladi. Boshqa tortlar uchun ham ishlatsangiz zo'r bo'ladi. Kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini oldindan tayyorlab oldik. Birinchi bo'lib biskvitimizni tayyorlab olamiz. Demak, biskvit uchun kerakli bo'lgan quruq mahsulotlarni bitta idishga solib aralashtirib olamiz. Buning uchun bizga 120 gramm un, 35 gramm kakao va 1 choy qoshiq razxitsel kerak bo'ladi. Razxitsel 7-8 gramm ishlatamiz. Kakao Gergens kakaodan foydalanaman. Quruq mahsulotlarni aralashtirib qo'ydik. Endi idishga 5 ta tuxumni, oqi va sarig'ini baravar chaqib olamiz. Tuxum muzdek bo'lsa ham, xona haroratida bo'lsa ham farqi yo'q. Bir chimdim tuz solamiz va 160 gramm shakarni solib, mikser yordamida oppoq holatga kelgunicha ko'pirtirib olamiz. Qo'l mikserida 8-10 daqiqa davomida, planetali mikserda 5-6 daqiqa davomida ko'pirtiramiz. Bu vaqt oralig'ida duxovkamizni 170 darajada qizdirib qo'yishimiz kerak. Mana videoda ko'rganingizdek, oppoq holatga kelgunicha mikserlab olamiz. Endi unli mahsulotlarimizni elakdan o'tkazib qo'shamiz. Albatta elakdan o'tkazib qo'shish shart, bo'lmasam kakaolari komochka bo'lib qolib yaxshi aralashmaydi. Lopatka yordamida tepadan pastga qilgan holatda sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Orada esa 30 ml iliq holatdagi sut va 30 ml yog' qo'shamiz. O'simlik yog'i qo'shamiz. Saryog' eritib qo'shsangiz ham bo'ladi. Unimizni qolgan qismini ham elakdan o'tkazib qo'shib olamiz va yana tepadan pastga qilgan holatda sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Biskvit massamiz tayyor bo'ldi. Endi qolipga quyib pishirish uchun yuboramiz. Qolip diametri 22 sm. 40-45 daqiqa davomida 170 gradusda pishirib olamiz. Pishgan biskvitimizni teskari qilgan holatda yaxshilab sovutib olamiz. Sovigan biskvitimizni qolipdan sekinlik bilan ko'chirib olamiz. Tort tayyorlashdan bir kun oldin biskvitni tayyorlab, strich paketga o'rab, xolodilnikka yoki morozilkaga qo'yib qo'ysangiz, biskvitni ertasi kuni ishlatsangiz judayam yaxshi bo'ladi. Kesganingizda oralari bir xilda tekis kesiladi va judayam sochli biskvit bo'ladi. Mana tayyor biskvitimizni ko'rishingiz mumkin. Judayam sochli, yumshoqqina mayin biskvit bo'ladi. Biskvitimizni 3 qismga bo'lib oldik. Endi kremimizni tayyorlab olsak bo'ladi. Biskvit pishish jarayonida kremni tayyorlab qo'ysangiz ham stabilizatsiyada xolodilnikda turadi. Ham vaqtingiz ancha ekonom bo'ladi. Demak, krem uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni grammlarini, o'lchamlarini yozib qoldiraman. Demak, gazga qo'ysa bo'ladigan idishga 150 gramm shakarni solamiz. 60 gramm jo'xori kraxmali, 1 chimdim vanilin, 20 gramm un solamiz.
Quruq mahsulotlarni aralashtirib olamiz va muzdek holatdagi 700 ml sut qo'shamiz. Birinchi sutni bir qismini soldim, yaxshilab aralashtirib olib, keyin qolgan qismini solamiz. Massamizni gazga qo'yamiz qaynatish uchun. Tinmasdan aralashtirib turamiz, tagiga olmaslik kerak. Qaynab quyilgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Quyilganidan so'ng gazdan olamiz. Mana xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Unga 80 gram oq shokolad qo'shamiz. Shokoladni biroz botirib qo'yamiz. Shokolad biroz erigandan so'ng yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bu kremimizni idishga solib, ustidan yaxshilab strich paket yopamiz va stabilizatsiya uchun xolodilnikka kamida 3-4 soatga olib qo'yamiz. Bir kun oldin tayyorlab xolodilnikka qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Strich paketni albatta krem bilan kontakt bo'lgan holatda yopamiz, chunki terlab qolishi mumkin va ortiqcha namlik hosil bo'lishi mumkin. Bu kremning sifatiga ta'sir qiladi. Kremni stabilizatsiya bo'lgach, xona haroratida yumshab turgan 82% yaxshi sariyog'ni mikserlab olamiz, ko'pirtirib olamiz va stabilizatsiya bo'lib turgan kremimizni solib mikserlashda davom etamiz. Juda ham mazali, juda ham mayin, me'daga tegmaydigan krem bo'ladi. Kremimiz tayyor bo'lgach, biskvitimizni propitka qilib olamiz va har bir qavatiga kremimizdan surib tortimizni yig'ib olamiz. Propitkani xohlasangiz kofeli suv bilan, xohlasangiz zgushonkali suv bilan qilishingiz mumkin. Endi zgushonkali suv, qaynoq suvga zgushonka qo'shib, shirasini me'yorida tabingizga to'g'rilab propitka qilishingiz mumkin. Kremimizni bir qismini surib olamiz. Ikkinchi qavat biskvitimizni qo'yib, uni ham propitka qilib, yana krem surib olamiz. Uchinchi qavat biskvitimizni ham qo'yib, uni ham xohishga qarab propitka qilib olamiz. Ustiga oxirgi qolgan kremlarimizni bir sloy surib, tortimizni muzlatgichga yuboramiz. Bir kecha qoldirsangiz yana ham mazali bo'ladi. Biskvitlari krem bilan birgalikda 3-4 soatga xolodilnikka qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tortimiz tayyor bo'lgach, ustiga ganash tayyorlab olamiz. Qaymoq va shokoladni birgalikda mikrovolnovkada yoki vodяной banyada eritib olamiz va tortimiz ustidan quyib tekislab olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, tortimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, yumshoqqina, sochniy va me'daga tegmaydigan shokoladli tortimiz tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova.